Baş u. Yalğız u. Ayaq u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uda qağa, usul o'ynayman, quruq laylayga. Sunun akam dumboq o'rgatdi, dumboqni chalsam yerilib ketdi. Uğa, menga zingni ber, bermayman, etib-etdiman, qochib ketdiman. Mas'ud ho'ylida o'tin yaridi, ishi tegisa toyg'i baridi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. Zu. U, ne, un. Un. Te, u, tu, ze, tuz. Tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi. Te, u, ture, tur. Ne, ana, turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O, te, u, tu, ne, tun. O'tun, o'tun. Se, u, zu. Ne, u, nu, ne, nun. Zu, nun. Se, u, su. U, se, us. Us. Zunun, su, us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmag'inimni qarasin ya. Agar chiqsang mashq qilavermayman-mi? Odam najati teriktirdi. Etdiganda dumboq chalib odamning beshini ag'ritib nima qilgan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga etdiganda to'xtamay dumboq chalasan? Tunugin billa usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Ketirgan unutib qolibman. Saqlab tur, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketgan nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zidan bo'yig'i berib, birdan o'ynab kelaylimi? Qara o'tirnilarga nima degan ratib kuchiyotgani? Bu yayloq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ina ava bo'g'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura o'tiraplarga berib qarab boqayli. Ava kimning uyi? Umi do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda to'rnam nima degan ko'p? Ay, bu bek yiroq ekan, erib ketdim. Qarg'ina Tursunay, Zumun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun opash? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xo'p kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yura Zumun, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, ava daraxtning ustiga, o nimaning o'zi?
O yerden bir kuş uçup ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mesut, onunla çıkılma. Kuşlarını asraş bizim burcumuz. Biz ularning normal kayfiyetiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chapsan tushgan.